Qata otağa Uyg'ureklarni ko'rib qo'yinglar. Ular Xudo basi sang basi yaxshi kunni. Uyg'urek sang basi yaxshi kunni sang basi Allah. Ya endi sizlarga so'zlaydigan yana birlikçimiz mundaq birlikçi vatandaş. Mesela alayli Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat shirkati Antony Blinken bu qatim Osiyada ya'ni Laosning shahri Vanshangda o'tkaziladigan Sharq Janubiy Osiyo davlatlari bexatarlik va tinchlik munbiri yig'iniga qatnashdi. Shu jarayonda Antony Blinken davlat ishlar katibi Jungoning diplomati Wang Yi bilan ko'rishdi. Hatta Wang Yi Yaponiyaning diplomati bilan ko'rishdi. Endi bu yerda davlat ishlar katibi Antony Blinken Wang Yi bilan ko'rishganda maxsus ikki masala hozirgi. Biri Ukraina masalasi, Jungoning Rossiyaga yordam berish masalasi. İkincisi bu iki nafar diplomat Tayvan meselesi. Doğrusu da sözleşti vatandaş. Biz Tayvan meselesi doğrusuzlar nurgun narsa sözlep keldik, hazır sözlep keldik. Bunun siyaset dese bu siyasetten mentakısı nime? Amerika üçün. Siyaset dese bu siyasetten mentakısı nime? Jungo üçün. Jungo üçün bu siyasetten mentakısı Tayvan Jungo'nun bir kısmı. Amerika üçün bu Tayvan degen bu siyasetning yak Tayvan degen bu rayonning maqsadi Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat axloqi. Davlat axloqi bo'yicha ko'ngil bo'lish, davlat axloqi bo'yicha himoya qilish, davlat axloqi bo'yicha qo'llash, Tayvanni qo'llash bu Amerika Qo'shma Shtatlarida har navbatdagi hukumatlarning majburiyati vatandosh. Siz şununla işinin ki vatandaş siyasetten logik ve mantıki kurulmuşsun aytganda Amerika ile Jungo o'rtasida qandaqdir Tayvan meselesi degan mesele mavjud emas. Tushundingizmi? Chunki Amerika Qo'shma Shtatlar Tayvanni Jungoning zimini deb qarab kelgan emas. Şunlaşqa Amerika Qo'shma Shtatlari hech qachon Tayvanga hukmronlik qilgan emas. Va Tayvanni Amerika Qo'shma Shtatlari boshqarayotgani yo'q. U o'zi mustaqil bir davlat sifatida yashab kelayotgan davlat. Şun Tayvan meselesi man birisan man qo'shib berisan deydigan yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvanni Jungoga qo'shib beradigan va yoki Jungodan tortib oladigan bundaq vaziyat ramkasi mavjud emas. Chunki men boshda aytdim, Tayvan degan mushu masala bo'yicha Jungo bilan Amerika o'rtasida hech qanday munosabat yo'q otanda. Bu yerda gap faqat bo'layotgan gap so'zning o'zida Jungo kompartiyasining mutahamligi vatandosh. Men Tayvan kiratdim, Tayvanni boshqaratdim, Tayvanni 29-o'lkaga aylantiratdim. Sen Amerika to'sqinlik qilyapsan. Amerikaning to'sqinlik qilayotgani axloqiy jihatdan to'sqinlik qilish vatandosh. Şunma sözlenip kelayotgan bo'libmi Prezident Joe Biden 4 yil hozir hokimiyat beshida turib Tayvanga qo'llangan siyosiy intoyinjallik, intoyin konkret bo'ldi. Tayvanni xalqaro bilish darajasi yuqori ko'tarildi. Hatto Jungodan batarak yuqori ko'tarildi vatandosh. Tayvanning xalqaro o'rni shu darajaga ko'tarildi. Shuning uchun o'ltirolmay qilyapti. Chunki bu yerda bir siyosiy kuch bor Tayvanda, bir siyosiy hokimiyat bor vatandosh. U o'zining gapini qila oladi, o'zining saylimini qila oladi, u o'zining askarini ishiltalaydi, huquqliq uningga. Onun huquqliq faqat Amerikacha aytganda tinchlik, Tayvan bo'g'izda tinchlik. Tayvan bo'g'izda muqimlik, bu axloqiy nuqtadan aytganda Amerika Qo'shma Shtatlar davlatining belgilangan prinsipli siyosiy vatanlar. Shuni biz bu yerga chiqargan xulosamiz nima? Sen Tayvan maqsad faqat bir Jungoning ichki qismida yetib kelayotgan bir vaziyat. Toki sen 1950-yil 10-oyning 1-kuni davlat qurgandan boshlab hozirgacha Kompartiya hukmronligini Jungolik qabul qilamdi, qilmamdi degan masala yo'shirin mavjud. Bu Jungoning vaziyati deyli, sen o'zingning o'rnini mustahkamlash, Jungo kompartiyasining o'rnini mustahkamlash, uning huquq siyosatini ijro qilishga mustahkam o'rin va qonunli o'rin tepib berish uchun bu ikki xil popuza
Memleket işideki vaziyet popozisi, yani birisi memleket sırtını Tayvan'a münasebetli vaziyet popozisi. Şuna Tayvan'ın vaziyet popozisi bayrağı kılıp, Cumhur Kompartiyası devletin işini yüzden hakimiyetini saklaş için kolunu vatkan bir gap vatandaş. Maçta çok bir Tayvan Cumhur'un bir kısmı degan mesele yok dünyada. Şuna Tayvan bilen Amerika oturur, şuna Tayvan bilen Cumhur oturursa Tayvan meselesi degan mesele yok dünyada vatandaş. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari axloqiy jihat yaqinda bir Tayvanga tutgan pozitsiyasini ko'rib kelyapsizlar vatandaş. O'tgan yili 11-oygacha hatta Aqsaroyda shunday so'zlar chiqdi o'tirg'a. Bir Cumhur, biz bir Cumhur siyosatini davomlashtiramiz. Şundak dedi vatandaş. Bu bir Cumhur siyasetini davomlashtiramiz degan gap Cumhur Kompartiyasining lafzi. Fermanıga moslashish deganlik gap. Lekin bu qatim mana bugun hozir 4 yil o'tgandan keyingi Amerika Qo'shma Shtatlari davlat Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bidenning davlat ishlar katibi Antony Blinken, balki Osiyoga oxirgi safar bo'lishi mumkin. Antony Blinken Laos va Inshangda Cumhurning diplomati Wang Yi bilan ko'rishganda bir eg'iz gap o'ttirib chiqmadi. Ya'ni qaysi gap bir Cumhur siyosatiga amal qilamiz degan gap eg'izdan chiqmadi vatandaş. Yo'q. Amerika bir Cumhur siyosatini ijro qiladi va yoki Amerika bir Cumhur siyosati prinsipiga hurmat qiladi degan bir eg'iz gap o'ttirib chiqmadi vatandaş. Faqat bir eg'iz gap shu bo'ldiki nima? Hozir Cumhur Tayvan bo'g'ozi va Janubiy dengiz vaziyatini keskinlashtiryapti. Bununla Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining diqqat qilayotganligini aytib qo'yman deganda xolos. Endi sizlarga mushto'g'ri munosabatli qildi ikkinchi qatim so'zlaydigan so'zimiz nima desangiz vatandashim. Ondan yana bir aytadigan gapimiz. Ondan vatandash Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Kengash palatasi senatori Marco Rubio. Bunun mavzusi bundaq. Cumhurning ta'sir kuchiga qarshi turish uchun senator Marco Rubio Amerika Hindiston mudofaa hamkorligi qonun loyihasi o'tirib qo'ydi. Mavzuli xabar 7-oyning 26-kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Kengash palatasi senatori Marco Rubio 7-oyning 25-kuni Amerika Hindiston mudofaa hamkorligi qonun loyihasi o'tirib qo'ydi. Senator Marco Rubio mundaq ko'rsatdi. Devaylab kelayotgan Cumhurning oldida bu qonun loyiha Hindiston bilan Amerikaning mudofaa hamkorligini kuchaytirdi. Bu bir başlanışdan mesela Hindiston bilan Amerika o'rtasida mudofaa hamkorligi to'g'risida senator Marco Rubio o'tirib qonun loyiha o'tirib qo'ydi. Desangiz qolgan tarafini sizning tasavvuringizni qoldirib qo'ydim vatandash. Endi sizga so'zlaydigan balki sizlar bilan tahlil qilganimiz mana bundaq. Esingizda bor, bu yil ochilgan davlat yig'ini Italiyada. Bu yil ochilgan 7-oyning 9-kuni ochilgan masalan NATO, Washingtonda ochilgan NATOga a'zo davlatlar yig'ini qaror qildiki, Cumhur Rossiyani Ukrainaga tajovuz qilishga kuch ko'rsatdi va Cumhur Rossiyaga Ukrainaga tajovuz qilganligi uchun yordam berdi. 7 davlat yig'inida diqqat qiladigan eng muhim nuqta Rossiya Cumhur munosabati. Biz bularni sizlarga tafsiliy holda so'zlab berib keldik vatandoshlar. Endi siz qaraysizki, Rossiyaning yuqori darajalik amaldori Ukraina g'alaba qildi deb e'tirof qildi. Mavzuli xabar 7-oyning 29-kuni Vanviyet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Material sizga. Rossiya Dumaning Mo'ng boshlig'i Yevgeniy Fyodorov buni da sal biron suhbat bayon qilib, Ukraina armiyasi Rossiyaning Qor dengiz pilotini parolish qilib qo'ydi
deb ko'rsatgan edi va Vladimir Putin qadrlaydigan bu qurolli qismning g'oyib bo'lishi haqiqatan dushmanning, ya'ni Ukrainaning g'alabasi bo'lib hisoblanadi. Bu bir faktdir. Bu xabar yozuvchining gapi oxirgisi. Rossiyani Birlik keltirish partiyasining a'zosi prezident Vladimir Putinning qadinasi do'sti Fyodorov yana bunday ko'rsatdi. Men bunday o'ylayman. Qardengiz piloti o'q etyapti. Odamsiz aeroplanlari u yoqqa bu yoqqa uchyapti. Ukraina armiyasiga zarba beryapti. Havo mudofaa sistemlari albatta o'xshashlar harbiy parxodlar palobusida harakat qilyapti deb o'ylaydim. Fyodorov, Dumaning muavin boshlig'i Rossiya. Ashunday o'ylaydim. Amaliyotda bo'lsa Qardengiz piloti mavjud emas. Urush qila oladigan Rossiya harbiy qismlarimi Qardengizda mavjud emas. Fyodorov retorik savol bilan bunday dedi. Bular nega ketdi? Atalmış açlıkni kontrol qilish kelishimi nega ketdi? Atalmış Ukrainaning barliq harbiy parxodlarini bizning armiyamiz to'sib qoldi degan so'zlar nega ketdi? Fyodorov yana bunday ko'rsatdi. Rossiya Federatsiyasi Qardengiz piloti nega ketdi? Bu dushmanning g'alaba qilganligining paketidir. Bizning mag'lub bo'lganligimizning paketidir. Balki bu harbiy parxodlar boshqa yerdadir. Balki Sevastopol yoki Shilovsk qatorliq ma'lum joylardadir. Shunday bo'lsa, bu harbiy parxodlarning hammasi mavjud bo'lsin, lekin bu mavjudlik hargiz urush qilish shakli birligidagi mavjudlik emas. Ya'ni ular Qardengizni tizginlayolmaydi deganlikdir. Ya'ni Qardengizda o'zbashimchilik bilan bu yan chep yuradigan Rossiya Qardengiz piloti allaqachon halok bo'ldi. Tarmar bo'ldi. Fyodorov Şendinlama deb retorik savol qo'ydi Fyodorov. Buning o'zila mag'lub bo'lganlikning paketidir. Bu urush Rossiya mag'lub bo'lgan urushdir. Biz bu paketni qabul qilishimiz kerak. Xuddi Xersinda mag'lub bo'lgandek. Dastlabda hujum qilingan Ukrainaning sharqidagi Xerson shahrida, Ukraina shahrida Rossiyalar Ukraina urush qattiq elishib, Ukraina armiyasi qattiq elishib, Rossiya armiyasi mag'lub bo'lgani deb o'tamiz. Hozir shuni misol qilib biz xuddi Xersonda mag'lub bo'lgandek hozir Qardengizda mag'lub bo'ldik deydi. Shunasi shuningki Qardengiz piloti Rossiyaning jonliq piloti. Yevropa, o tarafda Turkiya va Qardengiz rayonida. Hatta O'rta Sharqcha Qardengiz piloti intayin jonliq piloti. Bugun Qardengiz pilot tarmar bo'ldi. Demak, bundan chiqardigan xulosamiz Krimiya qo'ldan ketdi deyishga bo'lamdi vatandosh. Mushu paketda aytgan shunaq deyishga bo'ldi. Qardengiz piloti tarmar bo'ldi. Bugun Krimiya qo'ldan ketdi dedi. Krimiya qo'ldan ketdi. Prezident Vladimir Putinning Ukrainaga qilgan tajovuzi mag'lub bo'ldi. Umumiylik hozir mag'lub bo'lishning signali yoki o'sha signal emas, mag'lub bo'lishning xabarlarni xabar shaklida yoki original shakl dunyoga chiqarmagan bo'lsa-mi, amaliyotda hozir Dumaning muavin boshlig'i Fyodorovning so'zlari aytganda Qardengiz piloti tugashdi. Bizning chiqardigan xulosamiz Rossiyaning Qardengiz piloti tugashdi, Krimiya qo'ldan ketdi. Krimiya Ukraina qo'liga qaytib keldi. Demak, Ukraina urushi Rossiya oxirlashdi. Rossiya o'zil kesil mag'lub bo'ldi.
Bu belki kısmenlik de. Yani Duma başlığı, Maun başlığı Fyodorov'un bu sözü belki kısmenlik de. Yani belki kısmenlik durup sözleyip sözü. Çünkü umumi cihetin uruş ahırlaştı. Rusya berbat oldu, Rusya tarmar oldu degen gap da oturga çıkmadı. Ama Karadeniz pilotunun halaket yüzlenişi, tarmar buluşu, demek bu Krimiye'nin nişanlığında, Krimiye'den alkış çıkıp Ukrayna'nın şerq kısmının nişanlığında Rusya armiyası tükeşti. Çünkü Kompartiyası anladınız mı? Sizden kadinas dostunuz, sizden hemkarınız, sizden medetkarınız, siz yölündüğün tağ. Rusya imperiyasının Karadeniz pilotu gümran oldu çünkü Kompartiyası. Bu ameliyat sizge berilayotgan signal ve sizge berilayotgan şur. Çünkü siz Rusya'nı kollayotgan, Rusya'nın Ukrayna tecavüz kılışta kollagan birden bir devlet, müstabit devlet çünkü Kompartiyası. Bugün siz anlan ki endi Karadeniz pilotu halak oldu, Rusya halak buldu. Bu halak buluş sizge yetip geldi çünkü Kompartiyası. Bu tarmar buluş sizge yetip geldi çünkü Kompartiyası. Yani şu noktada del bugün tünügünün arlığında Amerika koşmuşlardır. Ukrayna 170 milyon dolar kıymetli yardım ben. Sana hata dep koydum makanda Amerika avazdı kökentim gezmem yaptım keçiren vatandaş. Dolar etrafında Ukrayna Amerika koşmuşlardır yardım ben. Demek uğraştan galbisi. Birinci nişan, birinci belge Duma Maun başlığı Fyodorov'un ağzından çıkan söz Rusya Federasyası'nın Karadeniz pilotu tamam tükeşti. Tamam berbat oldu.